Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Huriyan var Samakod akademiyasining asoschisi, life coach. Endi esa Samakod bu samolardan berilgan siz uchun kod. Bu aynan sizda tug'ilgan kuningiz, oyingiz, yilingiz haqingizda gapiramiz va albatta bu sizda ong sistemangizga to'g'ri kelar ekan. Aynan sizda tug'ilgan kuningiz. Qarangki, oyingiz, yilingiz ham siz uchun bir ajoyib kalit ekan. Bularni hammasini qo'shib, ayirish orqali biz o'z hayot matematikamizga ega bo'lamiz. Ya'ni o'zimizda hayot matematikamiz, grafikamiz ochilar ekan. Endi esa bugun siz bilan 24-sanada tug'ilgan insonlarning 24 kodini, tabiatini yoritib beraman. Agarda siz boshqa sanada tug'ilgan bo'lsangiz, albatta kommentariyga qoldiring. Agarda siz yanada kengroq bilmoqchi bo'lsangiz, albatta bitta reelsda hozir men sig'dira olmayman. Shuning uchun podpiskani bossangiz, qo'shimchalarini ham topa olasiz, meni yo'qotib qo'ymaysiz. Like tugmasi esa energiya obmeni uchun, ketkizgan vaqtingiz uchun nimanidir ifoda etasiz. Ya'ni siz agar hozir men shuni eshitdim va bu uchun minnatdorman desangiz, albatta sizni hayotingizga sizdan minnatdor bo'ladigan, sizga mamnunlik bildiradigan jabha kelib qo'shilar ekan. Endi esa diqqat bilan eshiting. 20 kod bu muhabbat, uyg'unlik va mustahkamlik kodi ekan. Oilaviy barqarorlikka intilar ekan bu insonlar. Sevgi va g'amxo'rlikka intilar ekan. Bu shunaqangi energetikasi bor ekan. Mustahkam va xavfsizlikni his qilar ekan. Oila va yaqin insonlarini himoya qilar ekan. Keyin ularda tug'ma intuitsiya kuchli ekan va ular har doim o'z oilalaridan kuch olar ekan. Ya'ni ulardagi bilan birga munosabati eng katta muvaffaqiyatlarni keltirib chiqar ekan. Endi esa sizga diqqat bilan quloq soling, ikki energetikasi nimani beradi? Ikki energetikasi bu uyg'unlik, muhabbat va albatta hissiy barqarorlikni berar ekan. 4 esa qarorli bo'lishdi, ya'ni barqaror bo'lishdi, tizimni va mustahkamlikni berar ekan. 24 energetikasini yanada kengroq yoritsam, bu mustahkamlik ikkalasi birga bo'lganda va muhabbat energetikasi ekan. Bu shunaqangi kod ekan. Bu kod insonga oilaviy kuch va ehtiyotkorlik hissini berar ekan. Ya'ni oilasini nihoyatda ehtiyot qiladi va ular oiladan kuch oladi va ular oilaga kuch beradi ekan. O'z yaqinlarini esa nihoyatda sevishadi, g'amxo'r bo'lishadi, ularni himoya qilishadi. Shunaqangi ajoyib iste'dod